Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan Central Aziya Medical Universiteti patologiya asoslari sud tibbiyoti kafedrasi assistenti Rahmonov Shahzod. Hop, bugungi mavzumiz sizlar bilan patogenez hamda sanagenez. Hop, o'tgan darslarimizda sizlar bilan gaplashib o'tganmiz patofiziologiya faniga kirish, fanning maqsad vazifalari, umumiy nozologiya hamda etiologiyani gaplashganmiz. Endi bugun sizlar bilan patogenez hamda sanagenezni gaplashamiz. Hop, endi biz boshdan boshlaymiz patogenez. Bu patogenez nima? Patogenez umumiy lotincha so'zdan olingan bo'lib, patos kasallik, azob chekish va genezis rivojlanish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bitta kasallikni kelib chiqishi, rivojlanishini o'rganuvchi patofiziologiyaning bitta bo'limi hisoblanadi. Endi patogenez haqida chuqurroq gaplashadigan bo'lsak, patogenezni o'zini biz ma'lum bir klassifikatsiya qilib olamiz. Ya'ni patogenez o'zi ikki qismga bo'lib olamiz. Ya'ni umumiy patogenez hamda xususiy patogenez bor. Xususiy patogenez. Hop, umumiy patogenezni gaplashadigan bo'lsak, umumiy patogenez shunday: kasallanishda yoki kasallikdagi organizmda kechadigan umumiy fiziologik, keyin metabolik hamda strukturaviy o'zgarishlarni o'rganadigan bo'limi hisoblanadi. Endi xususiy patogenezga to'xtaladigan bo'lsak, xususiy patogenez ayni bir kasallikni, mana misol uchun bo'lishi mumkin bronxial astma, arterial skleroz yoki miokard infarkti. Shunga o'xshash ayni bitta kasalliklarni kelib chiqishini yoki rivojlanishini va sabablarini o'rganuvchi bo'limi bu xususiy patogenez hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi. Endi patogenez o'zini gaplashadigan bo'lsak, patogenezda shunday narsa borki, sabab va patogenez munosabati degan narsa bor. Bu nima degani? Ya'ni kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarni aytib o'tganmiz o'tgan darsda. Ya'ni misol uchun bilasizlar, o'sha paytda gaplashganmiz, egzogen hamda endogen omillar keltirib chiqarardi. Aynan shu sharoit yoki sabab, o'sha egzogen endogen omillar patogenez bilan o'zaro bir munosabati uch xil variantda yuzaga keladi. Ya'ni bu birinchisini ko'rib chiqamiz. Birinchisida shunday narsa: kasallikni keltirib chiqarish uchun sabab kerak. Mana misol uchun bitta sabab yoki boshqacha qilib aytganda patologik faktor desak, patologik faktor kasallikni keltirib chiqarish uchun patogenezga turtki beradigan narsa yoki shu sababchi organizmga ta'sirlashgandan so'ng patogenezni, ya'ni kasallikni boshlanishi uchun turtki beradigan narsa. Mana misol uchun bunga misol qilishimiz mumkin. Shu patogen faktor mana misol uchun to'qima, a'zo yoki bu narsaga ta'sir qildi va shu ta'sir qilgandan keyin bizda patogenez rivojlanadi. Ya'ni o'sha kasalliklarimiz belgilari yuzaga kelishi mumkin. Mana u patogenez. Tushunarli bo'ldi o'ylayman. Endi bunga misol qilib oladigan bo'lsak, mana misol uchun kuyishni olishimiz mumkin. Kuyish yoki yuqori harorat. Nima bo'ladi? Qaranglar. Bitta bu omillar bir marta o'sha patogenez, ya'ni kasallikni rivojlantirib qo'yish uchun birinchi ta'sir qilishga kifoya bo'ladi. Ya'ni mana shu kuyish yoki misol uchun issiq bir 100, 200 yoki 100 gradusda qizib turgan temirni terimizga bosib turib shunday olamiz, bo'ldi. O'sha issiqlik bizda sabab bo'lyapti, ya'ni patologik faktor bo'lyapti va to'qimamizga ta'sir qildiryapmiz va o'z-o'zidan shu qismimizda bizda patologik jarayonlar ketadi. Mana misol uchun shu qismimizda kuyish natijasida batda yallig'lanish ketishi mumkin. O'sha joyimizda joylashgan qon tomirlarimiz kengayib, misol uchun giperemiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqacha qilib yana tushuntiradigan bo'lsam, o'sha patologik faktor ta'sir qiladi va patogenez rivojlanadi. Birinchi
sabab hamda patogenez munosabatining birinchi varianti shu holatda rivojlanadi. Endi ikkinchi varianti shunday narsa. Patogen faktor, mana misol uchun patogen faktor deb oladigan bo'lsak buni, ya'ni patogen faktor yoki sabab, o'sha kasallikni keltirib chiqaruvchi sabab. Sizlarga gaplashganmiz. Mana yana o'sha to'qimaga yoki to'qima a'zolarimizga ta'sir qilyapti. Va bu yerda shunday narsa bo'ladiki, shu patogen faktor bilan patogenez bir paytda rivojlanadi. Mana misol uchun, mana patogenizm ya'ni patogenez faktor ta'sir etishi bilan birdaniga rivojlanadi. Mana misol uchun bunda ko'rishingiz mumkin yuqumli kasalliklarda. Kasalliklarda ko'rishingiz mumkin bu holat. Endi uchinchi varianti bor. Uchinchi varianti shunday narsa. Bu yerda patogen faktor ta'sir qiladi. Patogen faktor ta'sir qilgandan keyin kasallik keltirib chiqaruvchi agentlar patogenezi tugagandan keyin ham organizmimizda qoladi. Biz buni sizdan bir ko'p ko'rganmiz hayot davomida. Yuqumli kasalliklardagi kasallik tashuvchi, tarqatuvchi holatlarda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizda shunday narsa. Yana sabab, ya'ni birorta sabab patologik faktor infeksiya, patogen faktor infeksiya ta'sir qilyapti. Shu infeksiya ta'sir qiladi va bizda patogenez rivojlanyapti. Patogenez rivojlanyapti. Endi bu yerda shunday bo'ladi. Buni patogenez ma'lum vaqt o'tgandan keyin doimiyligi to'xtaydi. Doimiyligi to'xtagandan keyin bizdagi buni patologik faktor keltirib chiqaruvchi, ya'ni agentlar, kasallik keltirib chiqargan agentlar organizmimizda ko'proq qolib ketadi. Natijada bizda o'sha viruslarning tarqalishi, ya'ni tarqatuvchi vazifasini bajarish holati kelib chiqadi. Ya'ni bizda ko'rib chiqdik siz bilan sabab hamda patogenez o'rtasidagi munosabatni 3 xil variantini. Ya'ni o'sha patologik faktor ta'sir qiladi, keyin patogenez rivojlanishi mumkin. Buni kuyish yoki yuqori haroratda ko'rdik. Ikkinchisi patogen faktor bilan patogenez bir paytda rivojlanadi. Buni yuqumli kasalliklar o'zida ko'ramiz. Uchinchisi patogen faktor ta'sir qiladi va patogenez rivojlanadi. Patogenez doimiyligi tugagandan keyin organizmimizda o'sha kasallik keltirib chiqaruvchi agentlar ko'proq miqdorda qolib ketganligi uchun bizda kasallik tarqatuvchi, ya'ni kasallik tashuvchisi bo'lib qoladi. Mana shu 3 ta variantni ko'rishimiz mumkin. Endi biz organizmimizga tashqidan patogen faktor ta'sir qildi. Ta'sir qilgandan keyin organizmimizga bu ta'sir qilgandan keyin organizm unga yo moslashishi kerak, yo moslasha olmagandan keyin o'sha yo'qotilgan, buzilgan gomeostazini tiklashga qaratilgan kompensator mexanizm ishga tushadi. Biz sizdan bugun hozir gaplashamiz endi patogenezni tarkibini qismiga kiruvchi adaptatsiya hamda kompensator mexanizmdir. Ya'ni bizda patogenez ya'ni kasallik bizda qanday kechishini, qanday kelib chiqishini, rivojlanishini hamda oqibatlarini o'rganadi deb aytdik. Endi bizga organizmimizga yoki misol uchun tuzilmalarimizga patogen faktor ta'siri tufayli bizda kasallik rivojlanyapti endi. Aynan shu kasallikka qarshi biz organizmimizda birinchi navbatda adaptatsiya bo'lish kerak. Adaptatsiya. Xo'p, adaptatsiya nima? Adaptatsiya organizmni yoki organ tuzilmalarini tashqi muhitni o'zgaruvchan muhit sharoitiga moslashtirishi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni adaptatsiya o'zi moslashish. Endi adaptatsiyani shunday narsa bo'ladi. Ya'ni adaptatsiyani misol uchun holatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda bizda bunda organ yoki yuklama tushayotgan a'zoyimizda giperfunksiya yuzaga keladi. Ya'ni giperfunksiyasi. Xo'p, endi kompensatsiya nima? Kompensator mexanizm nima endi? Kompensator mexanizm shunday narsa. Organizmni
buzilgan gomeostazini tiklashga qaratilgan reaksiya hamda jarayonlar yig'indisi kompensator mexanizmi deb ataladi. Misol uchun kompensatsiya degan so'zni o'zi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, to'ldirish degan ma'noni bildiradi. Hamma biladi buni. Endi qarang. Bizda adaptatsiya bo'lyapti. Misol uchun oddiy misol, bizda normal holatda, misol uchun normal atmosfera bosimda biz 1 minutda 16-18 marta nafas olamiz. To'g'ri? Endi bizda bosim past joyga borib qoladigan bo'lsa, ya'ni kislorod kam joyga borib qoladigan bo'lsa, bizning organizmimizda kislorod miqdori kamayganligi uchun biz uni o'rnini to'ldirish uchun organizm moslashishga harakat qiladi. Birinchi, o'sha moslashish birinchi navbatda nafaslar sonini tezlashishi yuzaga keladi. Ya'ni 16-20 marta nafas olsangiz normal holatda, endi shu ko'rsatkich 20 ta, 30 ta, 40 tagacha chiqib ketadi. Maqsad shu organizmda o'zgargan muhit sharoitga moslashtirish. Bu narsa adaptatsiyani ko'rishingiz mumkin. Xo'p, adaptatsiyaga yana misol uchun giperfunksiyadan tashqari misol qilishimiz mumkin, yana gipertrofiyani. Gipertrofiya. Va yana qilishimiz mumkin giperplaziya. Giperplaziya. Yana bo'lishi mumkin atrofiya. Atrofiya. Yoki yana bo'lishi mumkin metaplaziya. Metaplaziya. Shularning barchasi organizmda adaptatsion holat hisoblanadi. Endi organizmga yuklama ta'sirida, patogen faktor ta'sirida adaptatsiya natijasida gemostaz to'liq buzilmaydi. Ya'ni bizda gemostaz faqatgina normani chegarasi yuqori qismigacha yetib boradi, bo'ldi. Endi kompensator mexanizm ishga tushganda endi gemostaz buziladi. Va buzilgan o'sha gemostazni tiklashga qaratilgan jarayon bu kompensator mexanizm, bu o'sha buzilgan gemostazni tiklashga mana aynan kompensator mexanizm yordam beradi. Xo'p, endi bizning organizmimizdagi shu adaptatsiya hamda kompensator mexanizmlar asosan ikki xil bosqichda ketadi. Ya'ni tezkor bosqichi bo'ladi hamda sekin bosqichi. Xo'p, tezkor bosqichida nima bo'ladi? Xo'p, tezkor bosqichini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Tezkor bosqichida birinchi navbatda organizmga birinchi patogen faktor ta'sir qiladi. O'sha patogen faktor ta'sir qilyapti mana. Patogen faktor ta'sir qilgandan keyin qaysi a'zoga yoki umumiy bir organlar sistemasiga patogen faktor ta'sir qilayotgan bo'lsa, o'sha a'zolarimizda giperfunksiya yuzaga keladi. Giperfunksiya yuzaga keladi. Xo'p, giperfunksiya yuzaga kelgandan keyin, ya'ni organizm normadan jiddiy chetga chiqyapti degan narsa. Endi bu nima deydi? Giperfunksiya yuzaga kelgandan keyin ma'lum vaqtda gemostazni buzilishini sezish kerak organizm. Ya'ni gomeostazni buzilishini sezish. Endi buzilgan gemostazni sezish yuzaga kelgandan keyin oxiri bizda o'sha a'zo yoki to'qimalarimizda giperfunksiyasi yuzaga keladi. Giperfunksiyasi. Hamda giperfunksiyasi yuzaga kelgandan keyin undan keyin o'rin almashtiradi gipertrofiyalanadi. Misol uchun gipertrofiyaning tarifi shundayki, a'zo yoki to'qimamizni hajm jihatdan kattalashtirib, yuklamani kamaytirish. Yoki giperplaziya. Giperplaziya bitta hujayraga tushayotgan yuklamani hujayra ko'paytirish yo'lida teng taqsimlanish hujayralar o'rtasida. Endi atrofiyaga keladigan bo'lsa, yuklama kamayib ketganda organizm hujayra yoki to'qima a'zolarimiz kichrayishib atrofiya bo'ladi. Xo'p, metaplaziya bo'ladigan bo'lsa, metaplaziya o'zi bitta hujayra turgan yuklama ta'sir ettirilganda, o'sha yuklamaga o'zi chidamli bo'lmasa, shu yuklamaga chidamliroq bo'lgan boshqa hujayra yoki to'qimani hosil qilishi bu metaplaziya ko'rishimiz mumkin. Bu tezkor bosqich edi. Endi sekin bosqichida nima bo'ladi? Sekin bosqichida giperfunksiya bo'ldi, ya'ni tezkor bosqichida giperfunksiya bilan tugaydi va sekin bosqichda giperfunksiyadan ulanib ketadi. Ya'ni a'zo yoki to'qimani giperfunksiyasi boshlanadi. Giperfunksiyasi bo'lgandan keyin bizda endi hujayraning ichki gomeostazi buziladi. Hujayra ichi gomeostazi buziladi. Buzilgan gomeostazni tiklash uchun genlar aktivlanadi. Hujayra ichki genlar aktivlanadi. Xo'p, aktivlangandan keyin bizning hujayralarimiz endi hajm kattalashadi. Mana shu narsani biz sizga aytib o'tdik, gipertrofiya dedik.
Gipertrofiya. Mana shu holatda sekin bosqichimiz ro'y beradi. Mana misol uchun oddiy misol gipertrofiya sekinlik bilan rivojlanadi. Mana misol uchun yuklama yuragimizni oladigan bo'lsak, yuragimizda misol uchun yurak yetishmovchiligida misol uchun bilamiz o'zi sekundiga 65-70 ml qon haydab chiqaradigan bo'lsa chap qorinchamiz, yurak yetishmovchiligida shu qon miqdori kamayib ketish maqsadida organizmga lekin to'qima kislorod yetarlicha bormaganligi uchun bu yurak sikli qisqarishlar soni ko'payib ketadi. Natijada chap qorinchamizda yuklama ortadi. Bu yuklama ortishi natijasida bilasizlar yillar davomida davom etgandan keyin bizda o'sha chap qorincha gipertrofiyasi yuzaga keladi. Men aytmoqchimanki, aynan sekin bosqichida bu gipertrofiya adaptatsion moslashishlar sekinlik bilan rivojlanadi. Endi sizlar bilan patogenezni sabab hamda oqibatlarini gaplashamiz. Sabab hamda oqibatlarning 3 xil ko'rinishi bor. Ya'ni bu birinchisi ko'rib chiqamiz siz bilan to'g'ri chiziq turi. To'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. Xo'p, bunda nima demoqchi? Bunda bitta sabab ikkinchi oqibatga olib keladi. Ikkinchi oqibat keyingi sababga shu tartibda ketma-ket ketaveradi. Mana misol uchun bitta kasallikni oladigan bo'lsak siz bilan bizda organizmimizda bilasizlar normada yog' miqdori 1 kunlik kaloriyasi 120 gram taslim litr hisoblanadi normada, lekin o'zi bu ham ko'p hisoblanadi, lekin biz organizmda ko'p yog' iste'mol qilishimiz, yog'ni me'yordan ortiqcha iste'mol qilishimiz bizda birinchi navbatda qon tarkibida xolesterinning ortishiga olib keladi. Xolesterinning ortishiga. Xo'p, sabab ko'ryapsizlar. Mana shu ko'p oyoq yeyishimiz bizda oqibati xolesterinni ortyapti qonda. Endi xolesterin qonda ortib ketadigan bo'lsa, bilasizlar hammamiz arterioskleroz kasalligi kelib chiqadi. Ya'ni arterial skleroz kasalligi. Hop, aynan shu arterial skleroz koronar arteriyalarda bo'ladigan bo'lsa, koronar arteriyalarda, ya'ni bilasizlar yurakni o'zini qon bilan ta'minlaydigan tomir. Shularda yuzaga keladigan bo'lsa, yuragimizga misol uchun yetarlicha qon yetib bormaydi va buning natijasida yuragimizda miokard infarkti kelib chiqadi. Endi miokard infarkt natijasida bizda bilasizlar kardiomiyogen shok va kardiomiyogen shokdan keyin bizda o'lim holati yuzaga keladi. Ya'ni to'g'risi shunday deyilyapti mana. Ko'rib turibsizlar, bitta sabab keyingi oqibatga, oqibat keyingisi oqibatga. Ya'ni ketma-ketlikda to'g'ri chiziq bo'yicha ketyapti. Oxir mana o'lim bilan tugayapti. Bu turimiz to'g'ri chiziqqa misol bo'la oladi. Endi ikkinchisi. Hop, ikkinchi turini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi tur tarmoqlangan turi deyiladi. Tarmoqlangan turi. Tarmoqlangan turini ham ikki xil holatda bo'ladi. Ya'ni birinchisi konvergensiya turi bor hamda divergensiya turi bor. Divergensiya. Xo'p, konvergensiya nima? Konvergensiyada bir necha sabab bitta oqibatga olib keladi. Mana misol uchun organizmimizda yallig'lanish jarayoni ketadi deylik, yallig'lanish jarayoni natijasida bilasizlar yallig'lanish mediatorlari ishlab chiqariladi. Misol uchun bular bo'lishi mumkin prostaglandin, gistamin, serotonin hamda umumiy kininlar gruppasi. Bularni ko'ryapsizlar, mana shu to'rtta sabab bitta oqibatga olib keladi. Ya'ni arterial giperemiyani rivojlanishiga. Endi tushunmaganlar uchun aytib o'taman, arterial giperemiya bu arterial qon tomirlari kengayib, ko'p miqdorda qon kelishi. Ya'ni normada arterial qon tomirlari ko'p miqdorda qon ketib, normada ketishi. Buni keyingi darslarda ko'rib gaplashamiz. Endi ko'rib turibsizlar, konvergensiyada bir necha sabab bitta oqibatga olib kelyapti. Endi yana misol uchun hayotiy misolda tushuntiradigan bo'lsak, talabalarda misol uchun ba'zi talabalarimizda darsga kelmaslik bitta sabab, undan keyin vaqtida dars qilmaslik ikkinchi sabab, va keyin bo'lishi mumkin o'qimaslik, darslarga bee'tibor bo'lish. Ko'rib sanaymiz, bularga misollar ko'p. Bularni ko'ryapsizlar, bir necha sabablarimiz oxirida bu talabamizni o'qishdan haydalishiga olib keladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa bu. Endi divergensiya nima?
Divergensiyada bitta sabab bir necha oqibatlarga olib keladi. Mana misol uchun buni ko'rib chiqamiz. Buni bitta misol uchun bilasizlar, me'da osti bezimiz bor. Mana me'da osti bezini ishini buzilishi, me'da osti bezini buzilishi bilasizlar, me'da osti bezida 3 xil tipdagi hujayralar bor. Ya'ni Langerhans o'lchasi, ya'ni alfa, beta, gamma. Aynan bizda beta hujayra hujayralardan bilasizlar insulin ishlab chiqariladi. Insulin. Hop, endi insulin ishlab chiqariladi va bizdagi qon tarkibidagi ortiqcha qand miqdorini mana shu insulin glikogen sifatida jigar hamda muskullarda zaxira qilib turar edi. Endi tasavvur qiling, bizda me'da osti bezimizda beta hujayralardan insulin ishlab chiqarilmayapti. Ya'ni bitta sabab. Va buning natijasi bilasizlar, insulin ishlab chiqarilmaganligi uchun bizda birinchi navbatimizda qon tarkibida glukozaning miqdori ortib ketadi. Biz buni aytamiz giperglikemiya deysizlar. Giperglikemiya ko'rgansizlar. Hop, ikkinchi holat bo'lishi mumkin kislota asos muvozanati, asos muvozanatiga ta'sir qiladi, ya'ni atsidozni olib keladi. Bilasizlar, atsidoz qon tarkibida kislotalik muhitning oshib ketishi. Hop, yana olib kelishi mumkin oqsillar almashuvining buzilishi. Undan keyin olib kelishi mumkin yog' almashuvining buzilishi. Undan keyin olib kelishi mumkin suv va elektrolitlar almashuvining buzilishlariga. Ko'ryapsizlar, mana shu beta hujayralarimizda insulin sintezlanmay qolishi natijasida bir necha sabablarga, ya'ni sabab hamda oqibatlarga olib kelyapti. Bu turimiz divergensiya turiga misol bo'la oladi. Endi biz sizdan ko'rib chiqamiz 3-turini. Hop, 3-turida ko'ramiz siz bilan. Buni nomini xavfli halqa yoki buzilgan halqa deb nomlanadi. Buni quyidagicha ko'rishimiz mumkin. 3-turi xavfli halqa yoki buzilgan halqa. Ya'ni buni ko'plab nomlarni aytish mumkin. Buni maqsad shunday. Mana misol uchun bitta misolda qilamiz. Hop. Organizmga deylik. Organizmga yuqori darajada temperatura ta'sir qilyapti. Tashqi muhit harorati yuqori darajada bo'ldi. Bilasizlar, buning natijasida organizmimizda yuqori temperatura natijasida organizmimizda nima bo'ladi? Bizdagi organizmda ketayotgan kimyoviy reaksiyalar tezlashadi hamda ortiqcha miqdorda issiqlik ishlab chiqaradi bu. Va buning natijasida bizda oksidlanish reaksiyalarini ham tezlashtirib beradi. Va oksidlanish darajasi tezlashgandan keyin bilasizlar, kimyoviy gipotalamusda joylashgan kimyoviy termoregulyatsiya markazi bor. O'sha markaz qismi tomonidan organizmimizda ko'p miqdorda issiqlik ajratib chiqariladi va buning oqibatida yana organizmimizda temperaturani ortishi yuzaga kelaveradi. Ya'ni bizda shu narsani ko'rishimiz mumkin, bitta halqa davomida aylanib yuraveradi. Bu xavfli halqa yoki buzilgan halqaga misol bo'la oladi. Endi sanagenezga to'xtaladigan bo'lsak, sanagenez bu kasallangan organizmni sog'ayishiga qaratilgan himoya adaptiv reaksiyalar to'plamiga o'z sanagenez deymiz. Endi sanagenezni 3 xil mexanizmga ketadi. Ya'ni birinchisi bu tezkor, nisbatan barqaror bo'lmagan. Bunga misol uchun himoya reflekslari, mana misol uchun yo'talishingiz, tushkurishingiz, shularni olishingiz mumkin. Ikkinchisi, nisbatan barqaror turiga organizm o'z zaxira imkoniyatlaridan foydalanish. Misol uchun sizlar og'ir metallar shulardan zararlanganingizda yoki dori mahsulotlarini iste'mol qilganingizda jigar tomonidan zararsizlantirishi bu nisbatan barqarorga kiradi. Endi uchinchisini ko'radigan bo'lsak, uchinchisida bu chidamli holat deb ataladi. Bunga immunitet misolda ko'rishimiz mumkin. Endi mana kasallikni biz davolaymiz. Davolash bu terapiya yo'li bilan davolanadi. Misol uchun bu terapiyani misol uchun har xil ko'rinishi bor. Ulardan asosiylari simptomatik terapiya. Bu nima? Simptomatik terapiya shu kasallikni simptomlarini davolashga qaratilgan terapiyaga simptomatik terapiya deyiladi. Ikkinchisi, etiotrop terapiya. Etiotrop terapiya
kasallik keltirib chiqaruvchi etiologik omillarni yo'qotilishiga qaratilgan terapiya turi. Va uchinchisi patogenetik terapiya. Shu organizmda patogen ketishini to'xtatib qo'yishga qaratilgan terapiya bu patogenetik terapiya hisoblanadi. Mana shu bilan biz bugun sanagenez hamda patogenez mavzusida to'liq tugatdik. Keyingi darslarda sizlar bilan mikrosirkulyatsiya nima, mikrosirkulyatsiyaning buzilishlari, periferik qo'llanishdagi buzilishlardan arterial giperemiya, venoz giperemiya, ishemiya, staz, tromboz emboliyalarni gaplashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.